Qish mavsumida aholi xavfsizligini ta'minlash, yong'in va is gazi bilan bog'liq xavf-xatarlarning oldini olish maqsadida Farg'ona viloyatida yong'in xavfsizligi oyligi doirasida keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Farg'ona viloyatida yong'in xavfsizligi oyligi keng ko'lamli tadbirlar bilan o'tmoqda. Prezident tomonidan favqulodda vaziyatlar tizimini takomillashtirishga qaratilgan farmon va 2 qaror qabul qilingan bo'lib, bu hujjatlar ijrosi joylarda izchil ta'minlanmoqda. Oylik doirasida profilaktik ishlar mahallabay tashkil etilyapti. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari aholi uylariga kirib, qish mavsumida isitish vositalaridan xavfsiz foydalanish, uy sharoitida yong'inlarni oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar bermoqda. Farg'ona viloyatining 19 ta shahar tuman bo'limlari hamda tegishli hamkorligidagi kommunal soha vakillari hamda mahalla yettiligi bilan birgalikda xonadonma-xonadon, uyma-uy, ko'chama-ko'cha kirilib, aholi bilan tushuntirish, targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilyapti. Ijtimoiy soha muassasalari, tadbirkorlik subyektlari va qurilish obyektlarida ham profilaktik choralar kuchaytirilgan. Elektr uskunalari, isitish jihozlari, yong'inga qarshi uskunalarning holati o'rganilmoqda. Yong'inga qarshi kurashish jamiyati mutaxassislari bilan hamkorlikda esa xonadonlardagi dudbo'ron va mo'rikonlar tozalanmoqda. Bu ayniqsa qishda is gazi bilan bog'liq xavflarni kamaytirishda muhim. Prezident tomonidan imzolangan hujjatlar bilan inspektorlar uchun yangi lavozimlar joriy etilgani tufayli hududlarni qamrab olish imkoniyati kengaydi. Natijada profilaktika ishlari yanada tezkor va manzilli tarzda olib borilmoqda. Shu tariqa Farg'onada yong'in xavfsizligi oyligi aholi xavfsizligini ta'minlash va qish mavsumidan talafotlarsiz chiqishga qaratilgan samarali profilaktika ishlari bilan davom etmoqda.